Sistemli buzoqqa, libboy buzoqqa, katta xonajinga, bonuslarimiz aka yangi yilga Qorbobon sovg'asi bo'lib, aka. Abdurahmon sovg'asi. Meni sovg'am Qorbobon bo'lib. Keling qo'lingizni bering-da. 1 kilo go'sht, bitta tort, sistemli buzoqlarga bitta soskasi bilan besplatniy vodiy bo'lib dastlabkasini ketdi. 4 ta bonus bo'lyapti aka. 4 ta bonus. Ko'ryapsizmi aka? Xudo xolsa yetkazib beramiz hammasini. Ishlari bitadi. Xudo xolasa. Ostonaga yangi yilga zo'r buzoqlar keldi hammasidan. Xudo xolsa podarkasi ichida ketaveradi aka. Ketaveradi. Ha, xudo xolasa aka, podarkasi bugun bonus aka. Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa. Mana yangi yilda, eski yilda oxirgi videosi, ha? Oxirgi videosi aka. Ertaga yangi yil aka. Ertaga yangi. Xudo xolasa bugun bonus narxlar aka. Aka-ukalar, semental gibrid, Ukrainka, shved so'raganlarga xudo xolasa zo'rlar. Inshaalloh mana uyda chiqarardik. Hozir fermamizga yetib keldik, aka. Fermamizga yetib keldik aka, xudo xolasa. Bitta narsa, gap so'zlarimiz isboti bilan fermani ichidagi mollarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, ko'rsatib o'tamiz aka. Xo'p, uka, necha kunlikdan necha oylikgacha bor bu yerda? Aka, bu yerda 5 kunlikdan boshlab 5,5 oylikgacha bor. Endi hali sigirim bor, 2 ta, 3 ta xudo xolasa buzoqchani eplaydi deganlarga buzoqcha ham bor. Buzoqchalar bor, hammasidan bor. O'tga kirgani ham bor, ha? Andijon viloyati Shahrixon tumani, O'rta Sharxondan bo'ladi. Dastlabkasidan o'ylanmaysizlar, O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda. Vodiy ichi besplatniy. Bitta buzoqcha olsa ham xudo xolasa uygacha sog' salomat. Aka, besplatniy. Podarkalar ichida ketaveradi. Ana bo'lmasa, nima podarkamiz bor endi, aka? Obunachilardan. Assalomu alaykum. Tartimasizmi? Assalomu alaykum. Chorva ishg'ol, YouTube ishg'ollar. Aka, xudo xolasa bugunga naslli buzoqlarimiz kelgan. Ha? Musofirda yurgan akalarimiz, tanijon sog' bo'lsin aka. Ertaga kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan tabriklaymiz aka. Yangi yilda erishilmagan 2025 ga erishmagan niyatlarni erishsin aka. Xudo xolasa. Xudo xohlasa aka, shunaqadan kam 15 tadan bo'lsin uyda aka. Zo'r. Esalama otasini bari kelsin aka, musofirlar. Mana shvedda xudo xolasa original, ha? Aha. Hojona hojotalariga ham salom aka. Telefon qilish o'rta ishlarni bitkizib beraman. Yangi yillari bilan hamma musofirdi. Hamma musulmon ahlini yangi yil bilan tabriklaymiz aka. Bonuslar ichida xudo xolasa buzoqlarimiz. Xudo xolasa. Abdurahmon endi gap so'zimiz isboti bilan ferma ichiga kirib bir qator mollar ko'rsatib qo'ysak, ha? Do'stlarga mana aka, mollarimiz enasi billa chiqayotgan mollar aka. Faqat naslli mollar baqamiz aka, ko'rib oling. Yo'q, bu yoqda ham bor. Mol yo'q aka. Hammasi toza shit. Xudo xolasa. Hammasidan bor aka. Ukrainaga ham bor aka, tekkada. Bular ham sotiladimi? Sotiladi aka, sotiladi. Aloqa chiqishaveradi. Kattaroq mol so'raganlarga unaqasidan ham bor. Bo'g'oz, sigir hammasidan bor. Do'stonaga mana aka-ukalar. Novvoscha aka. Necha kunlik bu? Aka, bu 5 kunlik. 5 kunlik, ha? Ha, 5 kunlik aka, novvoscha. Endi aka-ukalar, sigiringlar bo'lsa qo'shib qo'ysanglar bo'ladi yoki-da sut idish beradi, soskasini beradi. Soskasi hammasi podarka aka. Gap yo'q. Ko'ryapsizmi, o'qay sog'lomlik qana aka. O'tgan safar urgimagan akalarimizga zo'rlari kelgan. Qanaqa molni bo'ladi? Aka, bu Toshkent Oloqorani bo'lasi aka. Zo'r. Mana to'g'risini aytib hali hasharga muzoqda olib kelish maqsad emas aka. Maqsad elga manfaatli video qilib berib, zo'r nasl buzoqlar olib kelib berish aka. Xo'p. Ko'ryapsizmi aka buzoqni? Puli qancha buni? Ichib o'tmagan, mana ko'rib olsin mana. O'qara ketib chiqadi. Bular. Puli yo'lida. Necha pul? O'tgan safar 11 milliondan qo'ydi shunaqalarni. Bugun aka 10,5 million. 10,5 million. Qo'lingiz bering pochinga aka, dastlabkasi ichida ketaveradi. 10 million 200 ming berishing ketaveradi aka. Ketaveradi. Mana aka bonus. 10 million 200 ming xayri bor aka. Novvoscha aka-ukalar, 10 million 200 ming kami xayri bor. Endi kimgadir qimmat tuyulishi mumkin, lekin aka-ukalar naslli mol boqaman. Haligi 300 kilo, 400 kiloda qatib qolmasin deganlarga novvoschasi. Endi bu yog'i xudo xolasa xunajillari hammasidan qo'ygan. Ha, sistemga buzaylar, hammasi xunaj. Bitta novvoscha bor edi xolos. Gap yo'q. Aka, mana yana bitta sistemga buzog'imiz. Aka, 1 oylik bo'lyapti. 20 kundan o'tgan. Kichkinchalar chiqqan. Zo'r. Oyoq qo'li polvonini ko'ryapsizmi mana? Mana. O'qara. Qop-qora, tim-qora aka, ko'ryapsizmi? Bu qanaqa molni bo'ladi? Joning sog' bo'lsin. Qoralarni bo'lasiz aka? Zo'r. Enasini ko'rib oldik. Necha kunlik ekan bu? Aka, bu kichkinchalar chiqqan endi 1 oyga qarab ketyapti aka. 1 oyga qarab ketyapti. Ha, ichib o'tmaydi mana. Unaqadan chiqqan aka. Chiqqan. Ko'ryapsizmi? Liboy mol demadi, hamma bo'zayim.
Aytgan buzaylar. Sizda dehqonchilik, ha? Ko'ryapsiz, polvonliging qarang, joning sog' bo'lsin. Xunajin. Xudo xolasa 20 kundan Oyoq o'tdi. qo'li hamma yo'q zo'r aka. Uka pulini ayting. Yaqin. Demadi aka. Yaqin qilib, uy, bu qarang. Taysonni qarang tortib ketaman deyapti. Aka oldi aylanib olib qo'ying polvonligini aka. Gap. Zo'r. Narxi yo'lida. Nech? 9 million. Ketaveradi 9 millionga. 9 million kam Keling, xayri bor. obunachilar xursand bo'lsinmi? 8 millionga ketaveradi. Bo'lish 8 millionga ketaveradi dastlabkasi ichida. Bor aka. Bonuslari ichida. Xudo xolasa aka-ukalar kami xayri bor kelishadigan joyda. Aytilgan narsa. Ozgina o'tiraman, ko'p emas aka bunga. O'zi Gap yo'q. yo'lda aytdik. Aka yana pulni yengildan aka. Mana toza savayskiy xunajin shved so'raganlarga polvonlar, oyoq qo'li polvonlardan. Oyoq qo'llari uzunligi, Ko'zlarni qarang. sog'lomligi yaxshi holatda, orqalari baland. Choning sog' bo'lsin. Xudo xolasa sut yo'nalishida boqaman, masa qilib Xudo xolasa sigir qilaman degan aka-ukalarimizga mana nolda olib chiqishadi. Bu kepak yalab qo'ygan-a, Xudo xolasa, serios kepak. Ha, aka silyos kepak, lekin sut ham emadi aka. Tushunmayman. Necha oylik bu? Aka bu 1 oydan o'tgan aka. 1 oydan o'tgan. Ha. 1,5 oylikka qarab ketyapti aka. Aka, hali 50 millionga sigir olib, odamlar ajratmaydi-da bu qarang aka. Ajratsa bolasini 10 millionga olsa, enasini 40 millionga olmaydi aka. Sutini bo'zay topib kelish oson bo'lmayapti aka. To'g'ri. To'g'ri tushunsiz aka, xalqam bizni. Ko'tlarni bellarni qarang aka, joning sog' bo'lsin. Oyoq qo'li polvon bo'lsa, toza savayskiy xunajin bo'lsa aka. Narxi yo'lida bo'lsa, qayda bor aka? Narxi. Abdurahmonda bor aka bunaqasi. Narxi yo'lida aka. 11 million. 11 Ozgina xayri bor. Yana kam bor kelishadigan joyda. Aka, shu narxlar uchun otangga rahmat deb yozib qo'ysin. Bonuslar ichida ketaveradi buni ham. Gap yo'q. Har bitta buzoqqa aytgan buzoq ketaveradi bonuslar. Mana aka-ukalar, Xudo xolasa 11 million kami xayri bor. Oyoq qo'lingiz, joningiz. Kelajagida bir 50-60 millionga sotaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, Xudo xolasa Kallasini qarang. bo'ladigan narsa. Aloqa hech ko'rasizlar. Aka, o'zimizning mesni shvedlarda bolasi aka, mana shu yerda. Oqtum shular. Ha, oqsin shularda. Oyoq qo'li yaxshi aka. Yeldan ko'rsatishingiz yaxshi, Xudo xolasa. Silyos kepak yeydi aka. O'zimiz mesni mollarni bolasi, ha? Ha, bash sutdan chiqqan aka bashdi. Mesni molni bolasi aka. Ana, Narx yo'lda jom kelib qo'ydik bitta. Kepak yeydi. Hop, sutdan qiynalaman deganlar bo'lsa, mana aka-ukalar. Xudo xolasa to'liq o'tga kirgan. Narxi yo'lda jom kelib qo'ydik aka bitta. Nech pul bu? Aka 11 million. 11 1 million tushiraveramiz, 10 millionga ketaveradi. Xayri 1 bor. million so'mga Xudo xolasa kami xayri bor. Kelishadigan joyda aka-ukalar mana. Orqa ketlari yaxshi. Ko'ryapsizmi aka? Oyi necha oylik deysiz? Necha oylik bu? Aka 2 oylik. 2 oylik. 2 oylik xunajincha. Xudo xolasa bo'ladigan narsa. Aha. Aka, Ukrainaga, toza Ukrainaga zo'raganlarga. Zo'r. Ukrainaga zo'ra kelgan aka mana. Mana aka-ukalar. Orqa ketlari yaxshi. Tagini ham bir ko'rsatib qo'ying-chi. Aka, ko'ra. To'xtang, to'xtang. Ko'rsating. Bo'ldi. Ko'rdingizmi aka? Zo'r. Aka, xunajingiz 2 oylik. Aha. Chiplari mana aka, sirg'alari bilan chiqqan. Toza Ukrainani bolasi enasini ko'rib oldi. Enasi sutga olishdi aka. Zo'r. Yeb ich ham yo'q zo'r, sut ham yeyveradi, silyos kepak ham yeyveradi aka. Asosan sut yo'nalishida boqaman degan Ammo aka-ukalarimizga sutni beradi aka. beradi, ha. Haq Ukrainaga so'ragan akalarimiz ko'p edi. Akalar, ulgib qolinglar, sirad aloqaga chiqinglar. Telefon qilsa uka tugab qolyapti deyapti-da. Mana. Joning sog' Xo'p, necha oylik bu? Aka 2 oylik bu aka mana. 2 oylik. Oyoq qo'li mana. Zo'r. Joning. Xudo xolasa yana bir 10 oyda natijasini beradigan-da. Aka, shu keyingi yozlarga, kuzlarga borib qo'yadi. Qo'yadi, xudo xolasa aka, ertaga sigir bo'lganda mevasini oladi-yu, hozircha pul sarflaydi to'g'ri bir 12 million pul sarflaydi. Lekin ertaga mevasini olganda rahmatni aytib qo'yadi aka menga. Gap yo'q. Stogalari zo'r ekan. Nech pul degan uka buning pulini? Aka narxi yo'lida buni ham. Nech pul? 13 million, 12,5 million. Abdurahmonda narx ketaveradi pastlab. 12 millionga ketaveradi. 12 million so'mga Xudo xolasa vodiy besplatni dastavkalari ichida. Keling, bitta narsa qilaymi? 11,5 millionga bonus bilan ketdi. 4 ta bonusi bor. 4 ta bonus. Bor aka. 11,5 millionga. Mana aka-ukalar. Ukrainaga toza. Yana kelishadigan joyi bor, Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasiz. Uzunligi ham zo'r ekan, buni. Ha. Xunajinmisan, xunajin. Gap yo'q. Bu ikkalasi gibrid endi. Hamma aka bir Tailand ko'rsatib qo'ying, qarang. Ko'rdingmi? Zo'r. Bo'ladi. Ikkalasi gibrid. Sementalga shved gibrid. Aka, toza shvedda bolasi. Sementalga qo'yilgan. Sementalga. Ha.
ko'tlari hamma yo'g'i kelgan aka. Oyoq qo'li. Mana Oq tumshuq, oq kipriklardan, ha? mana Zo'r. sementali qaydamiz bular aka. Mana oq tumchuq, oq kiprik aka. Zo'r. Ko'ryapsizmi? Polvonligini qarang aka. Ko'ryapsizmi? Bu qarang. Necha oylik bu? Aka bu 2,5 oylik. 2,5. Xunajincha. Aha. Silyos kepaydi. Susam emoradi. Narxi ham yo'lida aka. Lekin toza shvetni bolasi aka. Sementali qo'yilgan gibrid. Zo'r. Bu topib kelish oson bo'lmayapti. Oldi ayolani qarang aka, bir polvonligini aka ko'rsatib qo'ying bu zoqda ham. Mana aka ko'ra. Topib kelish oson bo'lmayapti aka buni. Hamma yo'q yaxshi holat. Kommentariyaga aka rahmat deb yozib qo'ysa, otingga rahmat deb aka. Mehnat uchun. Aka, pulini ayting. Narxi yo'lida aka. Nech pul? Beraversin. 14 million. 14 million. Ha, bizga egasi 15 milliondan qaytdi tomon ekan. Qani yana bitta aytingchi-ku. Ha, 13 million. 13 million. Ha. 13 million so'm xayri bor. 12 million 800 mingga rozimisiz? Bonusi 4 ta bonusi bor aka. Aha. 12 million 800 ming. To'rtta, go'shi, soskasi, dastavkasi bonus 4 ta. Bop bor aka. Ketaveradi. Mana aka ukalar. Joning sog' bo'lsin. Sog'ligiga bir hafta garantiya. Gibrid mol boqaman deganlarga Shvedga sementali ikkita kuchli xudo xolisa nasl birlashgan. Mana aka ukalar. Doston aka bir hafta Aha. sut emishiga tanjon sog'lomligiga biz garantiya beramiz. Havodan yuqadigan kasallik biroq garantiya bermaydi aka. Bilmayman. Ha. Zo'r. Mana aka, Lekin sizda fermangizda yo'q xudo xolisa. toza sementali bolasi Shvedga qo'yilgan, lekin sementali onasi. Zo'r. Onasi sementali. O'zim onasini ko'rib oldim. 29 litr sut beryapti ekan birinchi qorinda onasi aka. Gap yo'q. Buni ham xudo xolisa sut yo'nalishida boqaman Mana deganlarga. kallasini qarang, kallasini. Noldan sigir qilaman deganlarga. Joning sog' bo'lsin. Endi qaranglar-da mana. Bu yoqda qora kiprik, bu yoqda oq kiprik. Sementali Bellarni qarang. Shvedda ham qoni bor. Belini qarang aka. Joning sog' bo'lsin. Aka buni bu so'rasangiz 20 milliondan qaytishadi aka. Biz yo'ldan qaytamiz bunga. Aka bu 25 kunlik xunajincha. Birinchi qoringa tuqqanaga sotishdi. Enasi sutga sotishdi aka. Zo'r. Pulichi uka buni? Yo'lida aka. Necha pul? 15 million. Demaymiz biz. Demaysiz. Ha. 12,5 million. Bu Taylandni 12 ko'rsatib qo'ying mashina ham. Uni ajini lekin ko'rsatib qo'ying. Ko'ryapsizmi? Zo'r. 12 million 500 ming. Xayri bor. Bitta bonus ichida xudo xolisa. Keling, yana tushib beravering. Abdurahmonni arzonni bilasiz-ku. Aka 12 millionga aka ketaveradi aka. 12 million. Xayri bor yana aka. Yana xayr. Bizning narxlar yo'lda aka. Xudo xolisa aka-ukalar narxlar yo'lida, kelishadigan joyi bor. Mana gibrid, Ukrainka, hashaki deyapmiz. Hali bu yerda nima deydi? Imkon boricha yoqtirgan qiziqqan ishqibozi xudo xolisa aloqaga chiqadi. Maqsadi bor-ku, maqsad. Elga manfaatli video qilib berib, nasl buzoq olib kelish aka. Gap yo'q. Shvetimiz qoldi hozir. Xudo xolisa. Bitta shvetimiz bor. Mana 100 taligi go'zali qoldi, xudo xolisa aka-ukalar. Ha. Orqa ketlari baland. Tagini ham bitta ko'rsatib qo'ying, o'sha bayliqligida. Tutinglar yaxshilab ko'rsating. Ko'ryapsizmi? Gap yo'q. Zo'r. Joning sog' bo'lsin. Bir akamizdan olib chiqdi aka, toza. Faqat shvet baqadi bu akamiz. Zo'r. Choqni kuydirmagan ekan. Toza shvet haqiqiy. Mana bu chiplarni ko'rsatib qo'ying mana. Gap yo'q. Mana shu. MS. Mana ko'rsatib qo'ying. Chiplar aka. Zo'r. Fermaniki. Xo'p, xudo xolisa aka-ukalar, e'tiboshlar, yurish turishlar, oyoq qo'llari zo'r. Sigir qilaman deganlarga kelajakda mana shu bir 60-70 millionlik qilib bo'g'oz qilib sotaman deganlarga xudo xolisa zo'r variant. Aka, onasi ikkinchi qorinda 32 ta sut beryapti ekan. Hamma yo'qni garantiyasi bilan aytib sotdi u aka ham. Biz aka garantiya berib sotaveramiz. Tanjon sog'lom aka. Necha oylik bu? Aka bu 5,5 oylik. 5,5 oylik buzoqcha xudo. Hammasini ko'rsatdi, dokumentini ko'rsatdi, 5,5 oyligini. Narxi ham yo'lida aka. Nech pul? 20 million, 18 million, 17 million sinib ketaveradi narxlar aka. Ko'ryapsizmi? Abdurahmonda arzon aka. Xalqdan ko'ra arzon Abdurahmon aka. Shu xalqqa nima nech pul qilib beramiz aka? Yangi yil kunda. Yangi yilga Qorbobon, Abdurahmon Qorbobon bonusi. Qani? 16,5 million ozgina xayri bor. Dastavkasi bilan bonuslari bilan ketaveradi. 16,5 million ozgina xayri bor. Gap yo'q. Toza shvet so'ragan aka-ukalarimizga. Oyoq istagan tuyoq aka. Zo'r. Ko'ryapsiz, ko'rlarni ham. Uzunligi, sifati hamma yo'g'i moshni holatda. Shu olib borib boqishsa bo'ldi, aka. Aka boqsa bo'ldi. Garantiya sog'ligi bir hafta garantiyasini men beraman. Men ham garantiyasi bilan olganman aka.
Xudo xolasa Ko'rasizmi? bugungi shular aka. Bugungi shular. Eski yilda oxirgi videosim bu. Oxirgi videosi. Aka hammasiga yaxshi niyat tilab qolamiz aka. Yangi yilga yaxshi kutib olsin aka. Yangi yil. Bugun yetkazib yuborib beramiz. Xudo xolasa. Ha. Ana, tortlari hamma yo'q. Tortlari, go'shtlari, dastavkalari bilan ketaveradi aka bizda. Aka-ukalar, aloqaga chiqasizlar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin.